Eronlik Messi laqabi bilan tanilgan Sardor Azmun xiyonatda ayblanib, mamlakat terma jamoasini jahon chempionatida tark etdi. Quyida FIFA 2026 Jahon chempionatining soxta veb-saytlari ro'yxati keltirilgan. FBC-Ron-Tort. ikki ming yigirma olti yilgi Jahon chempionati Gollandiya terma jamoasi uchun qo'llanma. Oranje katta umidlarga ega edi, ammo jarohatlar ko'pligi umidlarni o'zgartirdi. Ushbu maqola 2026 yilgi Jahon Kubogi ekspertlari tarmogining bir qismi bo'lib, saralangan 48 mamlakatning eng yaxshi media tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikdir. The Guardian.com sayti 11 iyun kuni start oladigan turnir arafasida har kuni 3 mamlakatdan prevyular olib boradi. O'qishni davom ettiring. ikki ming yigirma olti yilgi Jahon chempionati Gollandiya terma jamoasi uchun qo'llanma. Haqiqat yoki soxta? 2026 yilgi Jahon chempionati. AQSh stadionlari tayyor emasmi? Virusli Senegal to'pining sakrash klipi Fransiya 24 qo'rquvini uyg'otdi.